Barchaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar birgalikda men Hoji Akbar. Bugun sizlar bilan birgalikda Minecraft o'yinimdagi mana bu Minecraft nimadir temir odamli skillli Minecraftda sizlarga skilllarimni ko'rsataman. Bolalar, bu qahramonlar modi sizlarga tavsiya qilaman. Chotki anaqa mana kirasizlar. Chiqqan bilan birinchi kirasizlar-da bolalar. Mana kirdim hozir bolalar. Temir odam deysizlarmi, Thor deysizlarmi, Kapitan Amerika deysizlarmi, hammasini anaqasi bor bolalar mana. Kirishinglarda kiradi hozir bolalar, kiradi hozir. Bu sizlar bilan bugun o'sha modni anaqa qilamiz bolalar. Modni ko'rsataman sizlarga. Chotki mod bo'ladi bolalar. Ko'rsataman bolalar. Bu reaktor hozir mana. Kirsam kreativ o'tamiz hozir mana. Kreativ o'tdim mana bitta yotoq hozir uxlayveraman. Keyin sizlarga modlarni birin-kettalik bilan ko'rsatishni boshlayman hozir. Uxlayver. Tunagan bolalar uxlayverdim. Yo'q, mana ertalab bo'ldi. Bugun sizlarga mana ko'rsataman. Sizlarga bitta hammasini modini bitta hozir qilay. Hozir mana. Hozir mana hammasini hozir modiga sizlarga ko'rsataman bolalar. Mana xo'p, hammasini sizlarga modini ko'rsataman bolalar. Mana bitta bo'ladi, qilichli joyda bo'ladi. Sizlarga birin-ketin barcha qahramonlarni modini ko'rsataman. Men o'zimga yoqqanlarni. Mana bu bolalar, mana chumoli odamniki, ammo Kapitan Amerikani sizlarga alohida ko'rsataman, chunki Qora Pantera shunaqa bolalar. Kapitan Amerikani sizlarga alohida ko'rsataman. Ammo qalqoni bolalar. Mana bolalar, bu Kapitan Amerikani qalqoni mana. Bundoq qilsanglar, bundoq mana Kapitan Amerika. Mana qalqoni hop. Ko'ryapsizlarmi bolalar? Bu sizlarga yordam. Bekishlar ham bor, Doktor Doom ham bor. Endi mana ukam men bilan doimgidek mana hozir boshqa kiyimni ko'rsataman. Bu boshqa kiyim bolalar, bu boshqa kiyim. Lekin qalqon bitta bolalar. Shunisi ham ahamiyatga olinglar bolalar. Turamiz, sizlarga boshqa qahramonlarni ham ko'rsataman mana. Keyin mana bitta mana shunaqa qahramon turbotda Deadpool bor. Deadpool mana sizlarga endi yaxshi ko'rgan bu o'sha nima edi? Doktor Doommi? Doktor Doom bu. Bu keyin mana Doktor Doom qobiliyatlari bolalar. Bu birinchi qobiliyat. Bu ishlamadi. Deb bolalar. Mana bu qobiliyati bilan hammani yo'q qildi. Lekin bu uchmaydi bolalar. Bu ikkinchi qobiliyat. Keyin bu uchinchi qobiliyat. Bu shunaqa kiyim